بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qadamiylarga hasanat, bayti sari bosib kelgan qadamiylarga Alloh ajrlar bersin. Kunlarning sayyidi bo'lmish bu ulug' kun Juma kuni barchamizga muborak bo'lsin. Alloh xatolarimizni, gunohlarimizni kechirsin. Ota-onalarimizni xato gunohlarini kechirsin. Umrimizni poyoniga qadar iymon amriga muvofiq hayotni barchamizga Alloh nasib aylasin. Bugungi Juma suhbati Qur'oni Karimning Furqon surasini 63-67 oyatlarini tafsiri bilan tanishamiz. Azizlar, har bir mo'min musulmon borki, Alloh taologa sevimli banda bo'lishga harakat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga munosib ummat bo'lishga harakat qiladi. Alloh taolo suygan bandalar dunyoda ham baxtli banda, oxiratda ham yuzi yorug' bo'lgan banda. Rasulullohga munosib ummat bo'lib yashash shu dunyoda hurmat, izzat, bu sharaf. Oxiratda inshaalloh yuzimizni yorug' bo'lishligi mana shu dunyoda qanday banda bo'lishligimiz yoki qanday ummat bo'lishligimizga bog'liq. Buning uchun bizga eng yaxshi dastur albatta Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bu hayot kitobi. Bizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan nasihatlar manbai desak to'g'ri bo'ladi. Qur'oni Karim faqat o'tgan marhumlar uchun tilovat qilinib, savobini baxshida etadigan kalimalar emas. Asosan Qur'on bu hayot. Bizni hayotimizga zarur bo'ladigan nasihatlar majmuasi desak to'g'ri bo'ladi. Jumladan Furqon surasining 63-67 oyatlarida ham bizni hayotimizga zarur bo'ladigan, insoniy fazilatlarimizni shakllantiradigan oyatlarni Alloh taolo nozil qiladi. Alloh taolo oyatda marhamat qilyaptiki: A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va ibadur rohmanillazina yamshuna alal ardi hauna va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Rahmonning suyukli bandalari yerda kamtarona yuradilar. Johil kimsalar, bema'ni kimsalar so'z gapirsalar, salomat bo'ling deb javob qiladigan kishilardir deb Alloh marhamat qilyapti. Demak, Alloh nima demoqda? Rahmonning suyukli bandalarini fazilatini Alloh taolo aytayapti. Rahmonning suyukli bandalari yerda ohista yuradilar. Yerda kamtarlik ila xokisorlik ila yuradilar. Johil kimsalar aytishib qolsa, ular bilan talashmaydilar, balki salomat bo'ling, meni kechiring deb turib, janjal surondan o'zlarini tortadilar. Mana bu Allohni suygan bandalarning fazilati. Alloh shuni aytmoqdaki, meni suygan bandalarimning fazilati bu demoqda. Zayd ibn Aslam aytadilar, men yer yuzida yamshuna alal ardi hauna, yer yuzida ohistalik bilan kamtarona yuradigan odamlar bu qanday ma'noda tushunsak bo'ladi deb ko'p o'ylab ulamolardan so'rab surishtirib yurardim. Shu xususida ko'nglim to'ladigan darajada biror bir joydan ma'no topmadim. O'shanday surishtirib yurgan chog'larimda bir tush ko'rdim. Tushimda oldimga bir kishi keldi, aytdiki, ular yer yuzida fasod chiqarishni istamaydiganlar deb aytdi. Uyg'onib ketdim, tushum ekan. Demak, tushimda Alloh menga ayon qildiki,
Yamshuna alal ardi hauna, yer yuzida kamtarona ohista yuradiganlar, o'sha Alloh taolo bu suygan bu fazilat yerda fasod qilishni xohlamaydigan, birov bilan janjal suronga bormaydigan, umuman shunaqa fitnalarni xush ko'rmaydigan odam ma'nosida tushunsak bo'ladi degan tushuncha keyin menda paydo bo'ldi deydilar. Fasod chiqarishni istamaydi. Fasodga yaqin bormaydi. Fasod qiladigan odamlarga qo'shilmaydi. Bu Allohning suygan bandasining fazilati. Abdulloh ibn Abbos aytadilar, mana shu oyatni shu jihatiga itoat, yaxshilik va tavozi bilan yuradilar deb bu kishi tafsir qilgan ekanlar. O'sha yamshuna alal ardi hauna, kamtarona ohista yuradiganni bu kishi itoati bilan, yaxshilik bilan, tavozi bilan yuradigan kimsalar Allohning suygan bandalari deb bu zot tafsir qildilar. Imom Hasan shu oyatning tafsirida aytadilarki, nodonlarga parvo qilmaydigan, ularga nodonlik qilinsa nodonlik bilan javob qaytarmaydigan, odamlarni hurmat qiladigan, ulardan o'zini katta olmaydigan kishilar deb tafsir qilgan ekanlar. Ya'ni qarang, nodonlikka parvo qilmaydi. Nodon odamga nodon darajasida javob bermaydi. Bu Allohning suygan fazilat. Shuning uchun sizni kimdir g'iybat qilsa, kimdir sizni sha'ningizda yomon gap gapirsa, jahlingiz chiqmasin. O'sha chog'dagi holatingizga bir qarang, imtihon bu. Siz o'sha holatda o'zingizni qanday tutyapsiz? G'azablanib jahlingiz chiqib ketdimi? O'shani nomiga yomon gaplarni gapirib yordingizmi? Demak, hali shakllanish kerak, hali o'zimizni to'g'rilashligimiz kerak. Ibrohim ibn Adhamning huzurlariga bir mushrik kelib, "Ey Ibrohim," dedi, "seni soqoling afzalmi yoki u anavi itni dumi afzalmi?" dedi. Haqorat gapda, to'g'rimi? Ulug'larning javobi ham ulug' bo'ladi, o'zini bosadi. Aytdilarki, agar meni soqolim jannatga kirsa, meni soqolim afzal. Agar meni soqolim jannatga kirmasa, meni soqolimdan o'sha itni dumi afzal. U do'zaxga kirmaydi-da u. Uyiga bordi haligi odam. O'ylandi. Men bunga beodoblik qilib uni g'azabini qo'zg'amoqchi bo'ldim. Lekin u g'azablanmadi. Menga qattiq gapirmadi ham, meni haqorat qilmadi. Men unga nodonlik qildim, u menga nodonlik qilmadi. Muhammadning dini bu islom shunchalar axloq dini ekan deb tavba qilib Hazratning huzuriga kelib, kechirim so'rab iymonga kelib musulmon bo'ldi. Bir musulmonning musulmon bo'lishiga, iymon halqasiga kirishiga nima sabab bo'ldi? Go'zal axloq. Allohning suygan bandalari qila oladigan fazilat. Kimdir bizga birov kelib, sizni falon joyda bir odam yomon gapirdi sha'ningizga, g'iybat qildi desa, darrov jahlimiz chiqib ketadi. Ana o'sha sizga imtihon. Demak, o'sha paytda siz qanday ahvolga tushyapsiz? Demak, siz o'zingiz shaxsiyatingizni bilib olsangiz bo'ladigan holat. Ulug'lar kulib qo'yishgan. Odamlar bilmaydi, u o'sha odam meni yaxshi tanir ekan deb qo'yishar ekan. Qarang. Meni g'iybat qilibdimi, demak u meni yaxshi tanir ekanda. Odamlar bilmaydi, meni maqtab yuradi deyishar ekan. Sizlar bilmaysizlar, meni maqtaysizlar. Ha, u odam meni yaxshi bilar ekan. deb turib shu bunaqa munosabat bildirardi. Hasan Basriyning huzurlariga bir shogirdlari keldi, "Hazrat, falonchi odam sizni juda ko'p g'iybat qildi, sha'ningizga yaxshi gap gapirmadi" deganda, uyga kirib birlaganda xurmo olib chiqdilarda, o'sha odamga mendan shu hadyani olib borib bering degan ekanlar. G'iybat qilsa, bu tushuning-da axir, g'iybat qilsa kim yutadi? G'iybat qilgan odam yutadimi yo siz yutasizmi? Siz yutasiz.
Imom Shofiy aytgan ekanlar, agar g'iybat mumkin bo'lganda edi, men onamni g'iybat qilgan bo'lardim. Chunki g'iybat qilgan odamga g'iybat qilingan odamning gunohlari o'tadi-ku. Onamning gunohlari menga yuklansin degan ekanlar. Bu gunoh bo'lmaganda men shu ishni onamga qilgan bo'lardim. Onamni g'iybat qilgan bo'lardim. Onamning gunohlarini men yelkamga olay degan ekanlar. G'iybat qilgan odam yutmaydi azizlar. Demak siz yutyapsizmi? Yutgan holingizda jahlingiz chiqsa u yaxshi emas-da u. Siz natijadasiz. Siz yuqoriroq odamsizki, sizni g'iybat qilishyapti. Bilib qo'ying, g'iybat qilayotgan odam sizdan pastdagi odamlar. Hech qachon tepadagi odam sizni g'iybat qilmaydi. U odam tepaga qaraydi. Siz undan ilg'orsiz, siz undan natijangiz katta, siz undan ishingizning ko'lami kengki, sizni g'iybat qilyapti. Biz kim bo'pmiz? Rasulullohni nima qilishdi? Demak azizlar, va ibadur rohmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Rahmonning suygan bandalari yerda ohista yuradilar, kamtarona yuradilar. Nodonlarning so'zlariga parvo qilmaydilar. Nodon odamga nodon holida javob qaytarmaydi. Va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Johillar unga xitob qilsa, johilona gap qotsa, unga salomat bo'ling, uzr deb indamasdan ketaveradi. Talashgan odam bilan talashib nima foyda topasiz ham? O'zi Alloh bir odamni xorlasa shunaqa fe'lni berib qo'yadi. Shunday yaxshi odamlarni ko'rasiz, lekin tegidagi shartlariga bir kiring. Ota-onasini tarbiya bermagan yo bu odamlar shu davrada ham shunaqa o'tira oladimi? Buni yozgan yozuvlarni ko'rsangiz, shunday elning e'tiboridagi insonlarning sha'nida noloyiq gaplar. Shu odamlar parvo qilmaydi o'sha yozgan kommentlariga, sharhlariga. Hammasiga parvo qilaversa nima bo'ladi? 10 ta odam maqtab yozadi, rahmat ustoz, rahmat, rahmat. Manfaat oldik, foyda oldik. Yaxshi ma'lumot bo'ldi deb. Lekin orasida bitta shunaqa bir Alloh xor qilgan banda ham shu yozib qo'yadi o'zini marazligini, o'zini ichkini, qalbini qoraligini qog'ozga tushirib qo'yadi. Bir yaxshi ustozni yuzingiz nuri bor ekan, chehrangizda nur bor ekan, ustoz, nuringiz o'chmasin deb yozsa, bittasi yozib qo'yibdiki, bular makiyaj qilib chiqadi yozib qo'yibdi. Imom xatib minbarga makiyaj qilib chiqadimi? Bu nima bu? Bu endi bu g'arazda, bu hasad bu. Ilmni xush ko'rmaslik. Nimaga biz bunaqamiz? Qur'ondan, hadisdan gapirib tursa ham noto'g'ri yozuvlar, boshqa narsalar. Odamlarni yaxshi ko'raylik azizlar. Odamlarni xatosi bilan yaxshi ko'raylik. Faqat kir izlaydigan odam, xato izlaydigan odamchi, u Alloh urib qo'ygan, u Alloh shu holatga tushirib qo'ygan odam u odam. U yaxshilikni ko'rmaydi. Odamlarni yaxshiligini bilmagan odam Allohning bergan ne'matini qadriga yetmaydi. U Allohga ham shukr qilmaydi. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Inson birinchi o'rinda inson. Al-mu'min akramu alallohi minal malaika. Mo'min Allohning huzurida maloikadan ulug'. Farishtadek odam deymiz, o'zi aslida o'sha farishtadek deganimiz u farishtadan ulug' odam bu odam. U farishta nima uchun farishta? Unda nafs yo'q, unda shayton yo'q. Odam nafsi bor, shaytoni bo'la turib farishtani amalni qilyapti, u odam farishtadan ulug' odam. Masjidga kelib g'iybat qiladiganlar bor. O'zi namoz o'qidi, imomni ketdi, yana g'iybat qiladi. Nima bo'ladi? Ibodatingiz nima bo'ladi? Bu til bor-ku, odamni xarob qiladigan mana shu til bo'ladi. Hazrati Abu Bakr bir kuni qo'llari bilan tillarini tortib cho'zib tursalar, Hazrati Umar nima qilyapsiz desalar, meni olib boradigan joyga olib boradigan shu degan ekanlar.
Mana shu til bizni musulmon qiladi. Mana shu til bizni kofir qiladi. Har bitta so'zimiz yo bizni yaxshiligimizga yoki zararimizga bo'ladi. Rasul akram alayhissalom man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut dedilar. Kim Allohga va oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gap gapirsin. Aw liyasmut bo'lmasa jim o'tirsin dedilar. Yaxshi gapni gapirishga mana bu rozi bo'lmayaptimi? Yuragi, qalbi o'lgur. Ichi to'la hasad, g'azabga to'lib ketdimi? Bo'lmasa jim o'tirsin deyapti. Oxiratni o'rtaga qo'yib, iymonni o'rtaga qo'yib Rasululloh nima deyaptilar? Kim oxiratga va iymoni bo'lsa, Allohga iymoni bo'lsa, oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gap gapirsin. O'sha kommentlar ham bor, bizni gapimizni yozma ko'rinishi bu. O'zi nutq ikki xil ko'rinishda bo'ladi. So'z ko'rinishida bo'ladi, yozma ko'rinishda bo'ladi. O'sha bizni gapirgan gapimiz bu, yozgan kommentlar, sharhlar ovozli shaklda emas, yozma shakldagi bizning so'zimiz. O g'iybat deganda nafaqat uni gapirib ovozda eshitirish, yozma shaklda ham g'iybat bo'ladi. Virtual ko'rinishdagi g'iybatlar bo'ladi. Alloh o'zi asrasin bunaqa holatdan. Bir ayolni kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maqtashdi. Kechasi bilan ibodat qiladi, kunduzlari ro'zador, ibodatda tengi yo'q, lekin bitta aybi bor, tili yomon. Qo'shnilariga, yaqinlariga, tanishlariga tili bilan ozor beradi deyishganda, la khayra fiha, uning ibodatida naf yo'q dedilar. Fa innaha fin-nar, u ayol do'zaxiy ayol dedilar. Ho ajab. Qani namoz, qani ro'za, qani qayerda qoldi? Shuning uchun azizlar, biz Allohni suygan bandasi bo'lishligimiz faqat musulmonlik suratimiz bilan emas, axloq birinchi o'rinda. Axloq joyida bo'lmasa, ibodatlarimiz bekor bo'lib qoladi. Demak, Alloh taolo suygan banda bo'lish uchun insonda hilm kerak, sakinat kerak, kamtarlik kerak, viqor, kibrdan xoli bo'lish kerak. O'sha kibr borda birovni natijasini, birovni fazilatini qabul qila olmayapti-da. Qabul qila olmayapti. Yer yuzida fasod qiladigan, g'iybat qiladigan odamlar, Alloh ularni shu kuyiga solgan odamlar. Johil kimsalar ularga yoqmaydigan gaplarni gapirsalar ham, yaxshi gap bilan javob qaytaradigan odam, bu Allohni suygan bandasi bu odam. Sizga johilona gapiryapti. Sizni sha'ningizga noloyiq gapni gapiryapti. Lekin shunday bo'lsa ham, faqat yaxshi gapni gapira olish, uning shu johilligiga sabr qila olish, bu Allohni suygan bandasining maqomi. Ahmad ibn Hanbal shogirdlari bilan dars qilib tursalar, bir nodon keldi, Ahmad ibn Hanbalni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qila boshladi. Shogirdlarini oldida. Shunda shogirdlardan biri, ustoz, bu johil odamga javob qaytarsangiz bo'lmaydimi? Axir shuncha noloyiq gaplarni gapirdi, siz indamayapsiz deganda, Imom Ahmad aytdilarki, yo'q. Unga javob qaytarmayman. Bunday qilsam, Qur'ondagi Allohning ushbu kalomi qayerda qoladi deb shu oyatni o'qidilar. Va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Qayerda qoladi bu gap? Johil sizga xitob qilsa, salomat bo'ling deydi, meni suygan bandalarim deb turibdi-ku Alloh. Allohning so'zi qayerda qoladi degan ekanlar. Bu fazilatchi azizlar. Johil odam bilan talashmaslik, tortishmaslik, bu Allohni suygan bandasining fazilati. Ko'chada bir odam talashib, urushib, janjallashib yuribdimi? Demak, hali uni taqvosi mukammal emas. U odam o'zini isloh qilish kerak. Sokin, o'zini gapini, so'zini buzmayapti. Johil odamga johilona munosabatda bo'lmayaptimi?
Demak, bu odam tarbiyali, intizomli odam. Alloh taolo oyatning davomida marhamat qiladiki: "Vallazina yabituna li robbihim sujjadan va qiyama." Allohni suygan bandalari tunlarni Parvardigorga sajda qilgan hollarda, tik turgan holda ibodat qilib, qiyomda turgan holda bedor o'tkazadigan kimsalar deb Alloh marhamat qilyapti. Allohni suygan bandasi bo'lish uchun axloqimizni ham chiroyli qilaylik. Kechalari ham Allohga ibodatda, duo va zikrda bo'lishimiz kerak. Azizlar, bu ibodatimiz Allohga bo'lgan shukronamiz, bandaligimizni izhori bu. Bu hammasi o'zimiz uchun. Namoz o'qisak, Allohning arshini ko'tarib olmaymiz. Allohga bir yaxshilikni qilib qo'ygan bo'lmaymiz. Bu o'zimiz uchun. Va man amila solihan fali nafsi. Kim bir yaxshi ishni qilsa, o'zi uchun deydi Alloh taolo. Butun insoniyat sajda qilib yerga yiqilsa ham Allohning arshiga zarracha ham bir foydasi yo'q. Butun insoniyat yer kurrasini ma'siyatga to'ldirib olsa ham Allohning arshiga zarracha ziyoni yo'q. Banda nima qilsa o'zi uchun, yaxshilik ham yomonlik ham bandani o'zi uchun. Lekin Alloh taolo meni suygan bandalarim deydi, kechalarni ibodat bilan qoyim qiladilar deb marhamat qilyapti. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ular, ya'ni Allohni suygan bandalarni yana bir fazilati, Parvardigor, o'zing bizlardan jahannam azobini daf et. Darhaqiqat uning azobi halokatlidir deb do'zaxni esdan chiqarmaydilar. Do'zax esida turgan odam, suygan odam Alloh. Ertaga do'zax, jannat bor, do'zax bor degan tushuncha esidan chiqib ketgan odam, Alloh shu kuyga solib qo'ygan odam. Qozi Shurayh bir kuni o'tirib yig'lab yubordilar. Shogirdlar, ustoz nega yig'laysiz deb so'rashganda aytdilarki, umrim o'tib ketibdi. Amalim oz, ajalim yaqin. Shu xayol keldi, ko'zimga yosh keldi degan ekanlar. Umrim o'tib ketibdi. Amalim oz, ajalim yaqin. Shu xayol meni yig'latdi degan ekanlar. Azizlar, shamni shu'lasiga qo'lingizni bir tutib ko'ring. Olovga chida olasizmi? Do'zaxni bitta nomi olov. Nor. Do'zaxda asosiy azob olov bilan bo'ladi. Shamni shu'lasiga bitta barmog'ingizni tutib ko'ring. Ana o'shanda bilsa bo'ladi inson do'zaxning nima ekanligini. Allohni suygan bandasi do'zaxdan panoh so'raydi. Ota-onalarimizga do'zaxdan panoh so'raylik. Do'zaxdan Alloh taolo bizlarni omon qilsin. Do'zaxga giriftor qilmasin. Har duo qilganingda Parvardigor do'zaxdan panoh so'rayman deb turib do'zaxdan panoh so'rash kerak. Do'zax esida turgan odam o'sha jinoyatni jazosini bilgan odam o'sha jinoyatni qiladimi? Qilmaydi. O'sha gunohning azobini bilgan odam, do'zax borligini bilgan odam gunohdan qaytaradigan unsurlardan bittasi mana shu do'zaxni esga olish. Innaha sa'at mustaqarra va muqama. Dar haqiqat do'zax eng yomon joy, eng yomon maqomdir deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Do'zax esida turgan odam, Allohdan qo'rqqan odam, aqlli odam. Atammukum aqlan akhwafukum lillah. Eng aqlligilar Xudodan qo'rqadiganlar. Bu do'zaxni gapirish, oxiratni gapirish, o'limni gapirish bu dunyodan bezdirish emas. Muncha gapiraverasiz o'sha do'zaxni, o'limni deydi ba'zi birodarlar. Yo'q, bu dunyodan bezdirish emas bu. Aqlni kirgizish bu. Nima uchun shu gunohni qilyapti? Do'zax esida yo'qda. Ertaga jahannam bor.
ertaga buni hisobi kitobi bor. Hamma narsa ertaga hisobsiz qolmaydi. Zarracha biror bir amalimiz hisobsiz qolmaydi. Shuni bilgan odam, qani shu yerda o'tirganlar, kimni kafolati bor jannatga kirishga? Bormi kafolat? Faqat Allohning rahmatidan umidimiz bor. Banda amaliga qaralsa, amali bilan daraja topolmaydi. Allohning rahmati bilan, Allohning shafqati ila biz yuzimizni yorug' bo'lishidan umidvormiz. Allohning bergan ne'matiga bizni amalimiz yetadi deb o'ylaysizmi? Nima qila oldikki banda bo'lib, Allohning bizga bergan, yaratib qo'ygan, inson qilib yaratganiga shukronalarimizni keltira olsak. Qo'limizdan kelganini qilamiz, Allohdan umid qilamiz. Dehqon osmonda bulutni ko'radi, qora bulutni ko'rib, yomg'irdan umid qiladi. Unda umid qayerdan paydo bo'ldi? Bulutga qarab, bulutni sababidan yomg'irdan umid qildi. Biz ham ibodatimizdan, takbir va tasbihimizdan, Allohga bo'lgan ibodatimizdan umid qilamiz. Umid qilamiz. Alloh taolo yuzimizni yorug' qilsin, xatolarimizni kechirsin, yaxshiliklarimizni oshirsin. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Allohni suygan bandalari ihson qilsalar isrof ham qilmaydilar, xasislik ham qilmaydilar. Tutgan yo'llari buning o'rtasi mo'tadil bo'ladi deb Alloh marhamat qilyapti. Mo'min odam xasis ham bo'lmaydi, isrofgar ham bo'lmaydi. Ular infoq qilsalar, ya'ni nimaniki sarfi xarajat qilsalar, mo'tadillikni kasb qiladilar. Shuning uchun azizlar, inson bu hayotda mo'tadil bo'lish kerak, o'rta yo'lni tutish kerak. Abdulloh ibn Umar bozorda savdo qilsalar, bir odam kuzatib turdida, u kishini juda ham qattiq savdolashayotganlarini ko'rib, xasislikda gumon qildi. Nahot endi xalifaning o'g'li shunchalar ziqna bo'ladimi, xasis bo'ladimi? Arzimagan narxga talashyapti. Ketidan kuzatib bordi. Abdulloh ibn Umar ostonalarida, eshiklarining oldida ikkita odam soil bo'lib turgan ekan. Ularning qo'liga bir ehsonlarni berib, uylariga kirib ketdilar. Ulardan so'rasa, yaxshigina mablag' berib ketgan ekanlar. Xayollar bir-biriga teskari bo'ldi. Bozorda ko'rib, u kishini xasislikda gumon qildi. Bu qilgan ishlari saxovat, himmatlarni ko'rib hayron qoldi. O'zlari xijolat bo'ldi. Bu odam haqida ikki xil fikr. Keyin aytdilar, Hazrat, men sizni bozorda ko'rib xasislikda gumon qildim. Uyingiz oldidagi bu saxovatingizni, himmatingizni ko'rib o'zim xijolat bo'ldim deganda, Abdulloh ibn Umar aytdilarki, bozordagi ishim sunnatdan. Bu Rasulullohning sunnati savdolashish. Osonamdagi ikki insonga qilgan himmatim qalbimning saxovati. Na u xasislik, na bu isrof dedilar. Mo'min odam shunday bo'ladi. Mo'min odam o'rta yo'lni tutadi, kamtar bo'ladi. Demak, qarang, mana shu yerda Alloh bir qancha fazilatlarni sanab o'tdi. Mo'min odam kamtar bo'ladi, ohista bo'ladi, janjal suron qilmaydi, birovni g'iybat qilmaydi, kechalari bedor bo'lib ibodat qiladi. Mo'min odam saxovatda ham, infoq ehsonda ham mo'tadillikni o'ziga kasb qiladi. Do'zaxdan panoh so'raydi. Qalbini to'rida qo'rquv ham bor, jannatdan umid ham bo'ladi. Allohga shukr. Mo'min odam go'yoki uning iymoni mana shu qo'rquvi va umidi mo'minning ikki qanoti. Qushni bitta qanoti bo'lmasa parvoz bo'lmaydi. Qushning parvoz bo'lish uchun ikkita qanot bo'lishi kerak. Mo'min ham jannat sari parvoz qilish uchun ikkita qanot bo'lishi kerak. Faqat umid bo'lmaydi. Qo'rquv ham bo'lishi kerak. Umid ham bo'lishi kerak. Robbimizning g'azabidan, qahridan, do'zaxidan qo'rqamiz. Lekin rahmatidan, shafqatidan, jannatidan umid ham qilamiz.
Alloh taolo bizlarni mana shu mo'tadil yo'lda o'zi sobit qadam aylasin. Azizlar, barchalarni qadamiylarga hasanot, xonadoniylarga barakot bersin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.